Salom hammaga. Biz endi Zbox loyihasini 5-qismini olamiz. Bugun servis joyini bajaramiz. Xo'p, VS Code'ni ochib olamiz. Xo'p, mana ochib oldik. Xo'p, endi boshlaymiz. Xo'p, Open Live Server qilib turib, brauzer ochib olamiz. Mana ochib oldik. About usta qiluvdi o'tgan safar. Endi bu joydan xo'p, servis, ya'ni bu joyni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, nimasidan boshlaymiz? Buning uchun biz pastroqqa tushamiz-da, Ctrl+// ni bosamiz. Bittadan servis deb yozamiz-da, Alt Shift pastga bosib turamiz-da, keyin bunga finish qilib yozib qo'yamiz. Pastdan yozamizki, xo'p, bunga bitta nuqta qilamiz-da, servis deb yozamiz, div ochib olamiz shunaqa qilib turib, keyin h1 yozamiz. h1 ga shu servis nomini yozishimiz kerak bo'ladi. Servis deb yozdik mana. Endi bu joylarni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buning uchun div ochishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 6 ta div ochamiz. Div qilamizda ko'paytirib qilib turib, altini bosamiz. 6 divni avtomatik yozib beradi. Xo'p, buning endi birinchi bo'lib turib, bu joylarni qilishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu matnni olamiz birinchisiga. Ya'ni birinchi div bo'layotgan bo'lsa, xo'p, hash yo'g'i p tagiga yozaveramiz. Ya'ni bularni ichiga hammasiga p yozib qo'yamiz. Xo'p, birinchi pni ichiga Ctrl qilib turib buni yozamiz. Ikkinchisiga buni yozamiz, joylab. Xo'p, to'rtinchisiga repair service. Elektrik yozamiz oxirgisiga. Hop, endi ko'rayotgan bo'lsak, mana hammasi chiroyli bo'lib, yaxshi bo'lib chiqdi. Endi bunga style berib to'g'rilaymiz. Hop, birinchi bo'lib biz servis deb yozamiz. Hop. Kelinglar, bunaqa qilib shuning uchun mana divlarga ham har biriga nom berib chiqamiz. Hop, birinchisiga class deb yozamiz-da. Servis qilamiz-da, 2 qilib qo'yamiz. Keyin shuni copy qilamiz-da, shu classni Ctrl C ni bosib turib, keyin bunga Ctrl V qilamiz. Hammasiga qo'yib chiqamiz. Hop, birinchi 2 bo'lgan bo'lsa, bunisiga 3, bunisiga 4, bunisiga 5, bunga 6, bunisiga 7 qilib qo'yamiz. Hop, endi style faylga kiramiz-da. Pastdan yozamiz, Ctrl// ni bosib turib, servis qilamiz-da, pastga tushirib turib, finish qilib qo'yamiz. Hop, endi nuqta qilamiz-da, servis turib, gulni qarshi ochib turib ochamiz. Hop, birinchisiga kelinglar, birinchi mana shu hamma
divlarni olamiz birinchi. Ichidagi servis qilamiz. Bir qilib qo'yamiz bunga. E, Hop, buni ichiga qolgan divlar tashlaymiz. Birinchi servisni o'zini pastroqqa tushiramiz birinchi. Buni hop, margin top. Tak 200 piksel berib ko'ramiz. Hop, mana endi pastga tushdi. 250 berib ko'ramiz. Hop, menimcha endi yaxshi bo'ldi. Top bunga endi text polygon center beramiz. Hop, hop endi nuqta qilamiz. H1 to'g'irlashimiz kerak. Servis qilib turib, bunga ichiga H1 ga buyruq beramiz. Hop, bu yerdan nima ekan? Font family'ni to'g'irlaymiz. Font family logit sans shuni qilamiz. Hop, mana to'g'irladik. Yana bularni qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni index html ga yana kirib chiqamiz. Hop, servis 1 bo'lgan bo'lsa, servis 2 dan boshlab turib, hop, servis 2 dan boshlab turib, servis 4 gacha Ctrl X qilib olamizda, nuqta qilib turib, D1 qilib qo'yamiz. Fayl ochamiz-da, Ctrl vaqt tashlaymiz. Keyin bularga ham shunday qilib olamiz. Ctrl X nuqta qilamiz, D2 qilib turib, buni tashlaymiz. Hop, endi yozamiz. Pastga tushib turib, menimcha metlarda D1 D2 qilib yozilgan metlarda. Ha, yozilgan ekan. Hop, D1 D2 biz div qilib qo'yamiz. Div1 div2. Hop, endi to'g'rilandi. Keyin vaqt o'tib turib, hop, nuqta qilamiz. Div 1 qilamiz. Bunga display flex qilamiz. Endi bitta qatorga keldi. Buni kopiya qilamiz. Pastga tushib turib yozamizki, bunga div2 ni ham yozamiz. Mana endi bitta chiziqqa ikkita bo'lib tushdi. Hop, bularni orasiga endi gap beramiz. 10 piksel. Menimcha 10 piksel kam, shuning uchun bir 50 piksel qilamiz. Hop, menimcha endi hozircha bo'ladi. Bunga ham gap qilib turib 150 piksel beramiz. Hop, endi bunisiga margin top qilamiz. Div2 ga margin top 50 piksel. Hop, endi bularga hop, ikkalasini endi so'rashimiz kerak bo'ladi. Bularga text polygon center beramiz. Display flex ishlamayapti shekilli. Margin left 150 piksel qilamiz. Hop, yetmadi, shuning uchun 300 qilamiz. Mayli, 400 qilamiz. Hop, 480 qilib ko'ramiz. Endi bo'ldi. Yana bularni to'g'irlaymiz. Margin left
480 piksel. Hop, endi ancha to'g'rilandi. Hop, mana endi to'g'rilandi. Endi ikonlar qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi bularda. Hop, buning uchun biz box icon kutubxonasiga kiramiz. Hop, birinchi mana shu nomni olib ko'ramiz. Bunga yozamiz. Hop, mana shuni olib ko'ramiz. Bunga juda katta ham emas ekan, shuning uchun 36 pikseldan olib ko'ramiz. Hop, bu joydan endi birinchisiga tushgan bo'lgan bo'lsa, servis 2 div o'sha faylni tashlaymiz. Hopni ko'radigan bo'lsak, mana bunda chiqdi. Endi bularda ham qilamiz. Hop, hop, to'g'risini aytsam, bu icon nomini bilmayman. Shuning uchun bunga ham shuni qo'yaveramizmi yoki shunga o'xshash. Hop, bunga buni qo'yaveramiz. Servis 3 ni tepasiga tashlaymiz. Hop, mana bunda ham chiqdi. Endi buni olib ko'ramiz. Hop, chiqmadi bunda ham negadir. Hop, hop, bunga bosib ko'ramiz. Qaysini qo'yamiz ekan. Mana shuni olib qo'ysakchi, mayli. Shuni olamiz. Bo'lmasam servis store'ga tashlaymiz. Hop, endi tushdi. Endi 5-siga qo'yamiz. Hop, bu 2. Hop, hop, shuni qaysini olamiz? Kamonini olamizmi? Menimcha bu bo'ladi. Hop, bu joyga tashlaymiz. Hop, mana bunisi ham chiqdi. Endi bunisini yozamiz. Hop, bu joyga buni olamiz. Endi servis oldiga tashlaymiz. Endi elektrikni yozamiz. Hop, bu joyga shuni olaveramiz. Oldin ko'rgan bo'lsak, hamma ikonlarni chiqardik. Hop, endi har biriga rang berib chiqib, border radius beramiz. Hop, unday bo'lsa boshladik. Hop, uning uchun biz yozamiz. Nuqta qilib turib servis 2 qilamizda. Havuz ochib turib boshlaymiz. Hop, hop, border radius bas, background color beramiz. Shuni berib ko'ramiz. Mana chiqdi. Endi padding berib ko'ramiz.
Hop, buni 50 qilib ko'ramiz. Bir 70 qilamiz. Hop, endi bunisini ham 30 qilib ko'ramiz. Endi menimcha ancha endi yaxshi bo'ldi. Bularni ham xuddi shunday qilib chiqamiz. Buni shuni kopiya qilamiz-da. Shuni kopiya qilib turib, Ctrl+C qilamiz, pastga qo'yib chiqamiz. Hop, endi bularning nomini o'zgartirib chiqamiz. Hop, servis 3, bunisiga 4, bunisiga 5, bunga 6, bunga 7 qilamiz. Ko'rgan bo'lsak, hammasi to'g'ri bo'lib chiqdi. Endi bular siljib ketib qoldi. Shuning uchun div1da margin left'da bold qilamiz. Yokida 350. Hop, menimcha 350 ketadi yokida 330 qilib ko'ramiz. Yokida 290 qilib ko'ramiz. Menimcha shunisi bo'ladi. Margin left betda ham 280 qilamiz. Menimcha endi ancha yaxshi bo'ldi. Hop, endi bularni rangini o'zgartirib chiqamiz. Hop, bunisini blue qilamiz, bunisini shu rang turaversam ekan. Demak, servis 3da 3, 5, 7 ni qilamiz ekan. 3da ko'k qilamiz. Servis 5 ni ham ko'k, keyin servis 7 ni ham ko'k qilamiz. Buni yaxshi ko'k qilmabdi bular. Ko'rgan bo'lsak, to'g'rilandi. Buni faqat bitta rang yo'q, adashdim. Hop, bu yerda qanaqa edi? Bu oddiy rangida adashmasam. Buni to'g'riladik. Hop. Keyin mana shuni RGB rangni mana shuni olamiz va bankga qo'yamiz. Endi servis 4 ga ham qilamiz. Keyin servis 2 ga ham. Hop, endi ancha yaxshi bo'ldi. Faqat mana bu rangni to'g'rilaymiz endi. Yo'q, mana buni deganim. Servis 4 ni mana rangga olamiz. Yo'q, adashdim yana. Menimcha 5 bo'lishi kerak-da mana shu. Hop, ana endi bunisi ham to'g'ri bo'ldi. Endi bunga border radius beramiz ozgina bularga. Buning uchun Alt bosib turamiz-da, bularni ham joyini belgilab chiqamiz. Bunga endi border radius 4 piksel beramiz. Endi ko'rgan bo'lsak, har bittasini chiziqlari endi to'g'ri chiroyli bo'lib chiqdi.
Xo'p, ana endi ancha yaxshi bo'ldi. Xo'p, bugungi The Box loyihasini 5-qismi ham tugadi. Videoni tushunmagan bo'lsa qaytadan ko'rib chiqing. Keyin kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib esdan chiqmasin. Hammaga xayr.